İki stakan içişkili boludu. Başkalarını usap ketipti. Bir neçə gündün buyon Kristin Teodorxini kögül-kögüllədə köp. Onun önü pitib qapdı. O gapni qilamayotidu. Kristintiya o'stirishda yetarlik yo'riqlik bo'lishi kerak. Yo'riqlik yetarlik tushmasa, Kristintiya darixida tuyuqsiz o'zgarish yuz beradi. Tadqiqotimizni ilgari sursak bo'ldi. To'g'ri. Direkayning statistik qilishicha, dunyodagi nurg'un dongliq ekologiya bag'ishlaridan zakaz kepti. Yo'riqlik yetarlik tushmasa chataq chiqadi ekan. Shunga o'xshash bo'lmagan rayonning yo'riqlik ahvolini o'ylashgan asosda o'stiraylik. Xotirjam bo'l boshliq. Biz rayonlar bo'yicha turga ayirdik. Hargiz chataq chiqmaydi. Biz darhol tuyuqsiz o'zgarish yuz berishning oldini olaylik. Bu ish hal bo'lishdan ilgari bir tal urug'mi shadliq qo'riqidan chiqib ketib qolmisan. Men senga bu gapni deb turgan. Oyey, bek chiroyliqkan. Xo'jayin, bek chiroyliqkan. Ona nari chiroyliq bo'lsin, sat bir daraxtkan shu. Shunasmi? Xo'jayin to'g'ridaydi. Biroq bu Kristintiya daraxti asl o'zgacha. Rost deysiz xo'jayin. Rost o'zgacha daraxtkan. Nima u? Ozroqmi ta'mi yo'qkan? Hajabman qo'rqdim. Kun bo'yi usib kirgan. Men gap qilib kirdim-ku. Nada usib kiraman? Xo'jayin, siz guvoh. Yo'qol! Ma'qul xo'jayin, meni hozirla yo'qolay. Inoqli gap qilib kirgan tursam, usib kirdi deydi-ku. Shu meg'iz qaga qasdan chataq ketib vaqtida. Kunlar bilish qochilik ishdi. O toshqonlar qiladigan ishi yo'qdek, bir nimalarni qilib men bilan qerishyapti. Xush xabar bormi yo'q tezda? Xo'jayin, xush xabar. Eta. Xo'jayin, o toshqonlar Kristintiya darxi o'stiribdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Xo'jayin, bu favqulodda cho'ng xush xabarmikan? Bu meni beyaron qildigan xabarkan. Bilmadingmi, bu meni beyaron qildigan shu xabarkan. Biroq men toshqonlarning nas bosgan xabarlarni anglamoqchi, tushundingmi? Biroq xo'jayin, Kristintiya darxi bizning uyda o'ssa xush xabar hisoblanamdi. Sen bilarman chashqon, ba'zida xil aqlliq bo'lib ketsa. Xo'jayin, men shunday o'ylagan. Xo'jayin, yarim sekund ilgari shunday o'ylagan. Yo'qol! Ma'qul. Qaytib kel. Sen, yana senmi bor? Amal qilib Kristintiya darxini ep kelinglar. Ep kelmasanglar urqi bo'lsinmi bo'ladi. Ma'qul. Nima bo'lmay turishsan, o tayoq yeging borishmamdi. Ma'qul xo'jayin. Nima qilgansan? Mana yomg'irda qoldik. Xo'jayinga Kristintiya darxini ko'rdim degan kim? Nima qilgansan? Dinozavrcha ko'rib qasqana qilsan. Medirlama. Titrayolimi qo'ymamsa? Titrashkimi bo'lmaydi. Bexatarlik birinchi. Uning nimaga foydasi? Amiz Kristintiya darxini urug'ini o'g'irlamaydi. Sizlar Kristintiya darixini urug'ini o'g'irlab kepsizlar-da. Boynim dedim, kot. Men hech nima demedim. Men emas. Men. Qo'shqon, Zerakay, tez kelib ko'ringlar. Nima bo'ldi? Muvaffaqiyat qozondik. Otqashaka muvaffaqiyat qozondi. Bu xush xabarni hozirla dinozavr polvonga yetkazay. Muloyim og'rib qolgan dinozavr polvon charlashib chiqib ketgan edi. Vay, dinozavr polvon, muvaffaqiyat qozondik, javob qaytar. Vay, biz muvaffaqiyat qozondik, javob qaytar.
Hamakadek, bana ziyankeşlik qilmoqchimi? Bilarman, nima deb ziyankeşlik qilaman? Bu mumkinmi? Qarag'ina, meni nega boshlab kelding? Men sarangda keyningda yuribdiman texi. Bu yoqda chiroq bor ekan, shunga keldim. Ko'nala iyiq yo'riqqa yugraydi, suv tuvanga oqidi deyishidi u. Bilarman, maqoldan sizni to'g'ri dedimmi? Sen ya yo'riqqa yugraydigan parvona bo'lmassan. Men kunlarning birida parvonaga aylanib qolsam deyman. Darvozani taqab qo'yay. Nega ketsan ekan beni? O'lgur chashqan yana nega qochqandi? Hamakat ağzın vahşi sesikken. Tve, kastam ushbiran deb qolganmisan, ha? Yaxshi. Tapdeb uruq al yerdikan. Layoqatsiz uruqlar yo'qturdi. Uruqlarni hamoqat iyiq bilan choshqan o'g'irlab ketibdi. Oqshom ularni tutolmadim. U layoqatsiz uruqlarga kun nuri yetarlik tushmasa, cho'qim chataq chiqadi. Shunga jiddiy xabar beraylik. Xo'jayin, bu biz ming bir jafoda sizga ip kelgan uruq. Yo'q, bu uruq hammamizdan choshqan bu qitim cho'ng xizmat ko'rsatdi. Mukofotlaymiz. Xo'jayin, menmi bor? Hammanglar mukofotlansizlar. Xo'jayin, men bilan mukofotlaysiz. Har biringlarni 10 krissentiya daraxti bilan mukofotlayman. Şadlıq qoruğunun ciddi xəbariga qaraganda texnik səbəblik krissentiya daraxining uruqi butunlay ko'ydirib o'tilgan. Şadlıq qoruqi bayonotchisining tanishtirishicha, ular yetishtirayotgan krissentiya daraxiga kun nuri yetarli tushmaganda tuyuqsiz o'zgarish yuz berib, daraxt shoxlari nimaga tegsa, shuni chirmib oladi. Tuzinglar, bu qandoq daraxt?